Karavattiki ki. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. Ki. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Kining beshidan ulinadigan shakli. Misol: kamput. Kining bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: somka. Kining oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: keklik. Kining ayrim shakli. Misol: çilek. Tövəndə biz rəsmga birləşdirib, yuqorida öyrənib o'tgan harfning to'g'ri yezilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Kamput ki harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yezilish tartibi. Somka ki harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yezilish tartibi. Keklik ki harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yezilish tartibi. Çilek ki harfining ayrim shaklining yezilish tartibi. Kichik do'stlar, tövəndəki so'zlarni menga ayishib o'qinglar. Kel, ket, kes, ko'z, ka, mal, kamal, ketmen, ketmen, kö, tek, kötek, ka, va, kava, mektep, mektep, ik, ki, ikki, kömür, kömür, örük, örük. Quyruq silishtirish. Uzun kimning quyruqi, qisqa kimning quyruqi. Yelpigishga o'xshaydi, eting kimning quyruqi. Maymun uzun quyruqkan, to'shqan qisqa quyruqkan. Tiyinchoqning quyruqi yelpigishga o'xsharkan. Agri kimning quyruqi, yaplaq kimning quyruqi. Hammadan chiroyliqkan, eting kimning quyruqi. Xo'roz agri quyruqkan, o'rdak yaplaq quyruqkan. Qarang to'zning quyruqi hammadan chiroyliqkan.